Tırnaqlarga surib olgan holatda tahorat olsa bo'lamdi? Savol. Assalomu alaykum ustoz. Tırnaqlarga sirxonada tahorat bo'lamdi? Tırnaq suv tutmaganlik uchun tırnaqlarga surib olgan holatda tahorat olsa bo'ladi deydigan qarash bor ekan. Buning asosi bormi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Tırnaq suv tutmaganlik uchun tırnaqlarga surib olgan holatda tahorat olsa bo'ladi deydigan qarashning asosi yo'q. To'g'risi, sirxona surtgandan keyin olgan tahorat hisob bo'lmaydi. Chunki tahorat va g'uslining to'g'ri bo'lishi uchun yuyiladigan a'zolar to'liq yuyilishi kerak. Tırnaqning suv tutib turishi kerak emas. Tırnaqqa suv tegishi shart. Halbuki sirxona suvni badanga tegishidan to'sib qo'yadi. Suvni tanga tegishidan to'sib qo'yilgan mom, qo'y meyi, qalin girim, lavsuruq va chaplaq kabi moddalarmi shunga o'xshash. Alloh taolaning mo'min bandalariga: "Ey mo'minlar, sizlar tahoratsiz bo'lib namoz o'qimoqchi bo'lganinglarda yuzinglarni yuyinglar, qo'linglarni jaynikinlar bilan qo'shib yuyinglar, beshinglarga masih qilinglar, putinglarni o'shqonlar bilan qo'shib yuyinglar. Agar junub bo'lsanglar poklaninglar" degan amriga asosan yuzni yuyish, ikki qo'lni jaynak bilan qo'shib yuyish, boshqa masih qilish, ikki putni o'shiqlari bilan qo'shib yuyish tahoratning va g'uslining farzlaridan bo'lib, tirnoqni yuyishga buyurilgan qo'l bilan putning bir qismidir. Chunki hammani yuyishga qaratilgan buyruq har bir qismni yuyishga buyruqdir. Demak, qo'l bilan putning to'liq yuyilishi uchun mazkur badan a'zolaridagi suvning qo'l va putga tegishini to'sib qo'yadigan moddalarni chiqarib o'tib, andin yuyish kerak bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam tahoratda putlarining orqalariga suv tekizmaganlarga, orqasi yuyilmagan putlarga do'zax azobidan voy deb 2 yoki 3 qatim tovlagan. Yana bir hadisda kelishicha, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam namoz o'qiyotgan birining putida tangichilik quruq yerni ko'rib, uni yangidan tahorat olib namozni qayta o'qishga buyurgan. Qo'ldagi 10 barmoqni yoki put qo'llaridagi 20 barmoqni jamlasak, tangichilik miqdoridan cho'ng bo'ladi. Yana bir hadisdagi vaqalikda kelishicha, bir odam tahorat olib bir putidan tirnoqchilik yerni yuymay chala qo'ygan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uni ko'rib, qaytib berib tahoratni to'liq ol dedi. Shuning bilan u kishi qayta tahorat olib namoz o'qidi. Imom Navaviy bu hadisdan yuyish kerak bo'lgan joyning ozg'ina bir qismini yuymay qo'ygan kishining tahorati to'g'ri bo'lmaydiganligi ma'lum bo'ladi. Buningda olimlar birdek qarashdidir. Bu hadisdan yana tahorat a'zolaridan kichikkina bir joyni yuyish kerakligini bilmay yuymagan kishining tahoratining to'g'ri bo'lmaydiganligi ma'lum bo'ladi degan. Buningdan mundaq natijalar kelib chiqadi. Birinchi, tahorat va g'usl hisob bo'lmagan ekan, barliq olimlarning ijmosi bilan namozmi hisob bo'lmaydi. Ikkinchi, suvni tirnoqqa yoki teriga tekkizishni to'sib qo'ymaydigan xina yoki boshqa bo'yoq moddalar bilan tahorat to'g'ri bo'ladi. Uchinchi, sirxona surtishdan ilgari olgan tahorat to'g'ri. Keyin tirnoqqa sirxona surishsa, u tahorat sunganiga qadar tahorati hisob. Tahorat hisob bo'lgan ekan, sirxona bilan o'qilgan namozmi hisob. To'rtinchi, suvni tirnoqqa yoki teriga tekkizishni to'sib qo'yadigan sirxona yoki boshqa moddalarni tahorat va g'uslida elib o'tish yoki tozalab o'tish kerak. Beshinchi, kasallik yoki yara sababidan surtilgan dora yoki chaplaq yoki tengiq buningdan mustasno. Oltinchi, tahoratlik chog'da sirxona surtib, keyin tahorat sunganda qayta tahorat olmoqchi bo'lsa, tahoratni yangidan to'liq oladi. Buning uchun sirxonani chiqarib o'tib, qo'lini yuyish kerak. Bu hukm hadisdagi o'tikka 1 sotka yoki safarda 3 kun masih qilishga berilgan ruxsatga o'xshamaydi. Chunki sirxona yasanish uchun bo'lsa, put yo'l yurish va putni sovuqdan va boshqa narsalardan qo'g'dash uchun davomli oyoq yoki o'tik kiyishga ehtiyoj bor. Badanni yo'kaydigan hamma narsa uningga qiyos qilinmaydi. 7. Tahoratning to'liq bo'lishi uchun qo'lni yuyganda uzuk ching yerlashgan bo'lib, ostiga suv tegish tegmasligi ehtimolliq bo'lsa, uzukni midirlatib suvni tagiga yetkazish kerak. Bo'sh turgan bo'lsa, yuyganda suv o'zi tegadi. 8. Halol sirxona yoki halol lavsuruq deb atalgan moddalarmi suv o'tkazmasa baribir. Uningda tahorat hisob bo'lmaydi. Tabiiy xonaga o'xshash suv o'tkazsa tahorat durust bo'ladi. 9. Alloh taolaning mo'minlarga aytganki, nomahramlarga tikilib qaramasin, avratlarini yopsin, zinnatlardan sirtdan ko'ringandan boshqani oshkorlamasin.
lechaklari bilan ko'kraklarini yopsin. Zinnatlarini erlardan, atalardan ya qaynatalardan, o'g'illaridan, erlarning o'g'illaridan, o'z qarindoshlaridan, qarindoshlarining o'g'illaridan ya hamshirlarining o'g'illaridan, dindosh ayollardan, qo'l ostidagi cho'rilaridan ya xotinlarga ehtiyoji yo'q xizmatchilardan va ya balog'atga yetmagan bolalardan boshqalarga ko'rsatmasin. Yoshirg'an zinnatlarning bilinish uchun oyoqlarini yerga urmasin degan amriga binoan sirxana yoki lavsuruq kabi bo'yoq va girimlar bilan ko'chalarga chiqsa namahramlarga ko'rinsa bo'lmaydi. 10. Tirnoq sunib yoki qo'mirilib yoki kuyib ketganlikdan yoki uningdan boshqa davolanish uchun sun'iy tirnoq taqashqa bo'ladi. Tahorat olganda va g'usl qilganda uni elvetish qiyinchilik keltiradigan bo'lsa, uni elvatmayla ustidan yuyib yoki yuyish qiyin bo'lsa, tinqqa o'xshashla masih qilib tahorat olsa bo'ladi. Buning uchun uni tahoratli holda taqagan bo'lishi shart emas. İmam Muhammad ibn Hasan Shaybani tirnoq sunib ketib dori bilan tangan va uni elvatmaslikka kerak bo'lgan kishi haqida tirnog'iga suv tegmasimi tahorati to'g'ri bo'ladi degan. Ammo yasanish uchun sun'iy tirnoq taqash joiz bo'lmaydi. Tahorat olganda va g'usl qilganda uni elvetish kerak. Tahorat olgandan keyin taqab o'qisa namoz to'g'ri. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 3-tom.